Faqat bizda shartdan o'yin. Agar qabul qilsak. Kichkina jon kichkina zavda, meni yorim kichkina voydada. Kichkina jon kichkina zavda, meni yorim kichkina voydada. Xotinni Robert deyishdi bor. Hammasini o'zim qilishim kerak. Bari menga bola chaqa, kir, posuda, hammasi menga kerak. Ona yotishini qara. Uyat yo'q, uyatsiz. Bari menga kerak. Yo, bana tosh bo'lib, karton olib kelib. Endi o'zim bilaman, sen bilan boshqa o'ynayman. Buni yotishini qara. Uy, maktab, sadik, hammasi menga kerak. Buni o'tirishini qara. Kartalarni o'ylab yotaveradi. Maldivi, Dubay degan narsalar bizlar boramizmi o'zi, chaqlarga? Yo'q, jinnimizdan-da. Jinnimizday. Bo'lmaydi bizlarga. Bizlarga shunaqa mana o'tin tezak tapdim malaq salaq bilmasa sinnasalar qilishimiz kerak bo'ldi. Jinnimizdan, jinnimizday. Ana hozir ovqatini ham qilib berishim kerak bunga. Yana nima yemish? 5 barmoq yeymish. O'zi bir darsa apga masa ko'tarib. Xotin, 5 barmoq qilib qo'y. Mazza qilib yeymizmish. Ha, yeysan hozir masanga sizga shunaqa mazza 5 barmoq qilib beraman hozir. Shoshmay turing. Hozir ko'rsataman sizga 5 barmoq yeyishni. Ha, adajonisi? Mazzami sizga? Nima o'tirishmozdan beri karta o'ynaysiz. Ishlaringizni hammasini o'zim qilsam, ovqatingizni qilsam, kiringizni yuqsam, bolalaringizga sadikda olib kelsam, nima bu o'tirish? Mana. Qotidaydi. Ketaverasizmi? Mana shuni qil. Nima ish qil? Turing, shuncha o'tirlar turibdi. Yorish kerak. Turing, yorib tashlang o'tirlarni, erkak qiladigan ishlarni qilib. Bitta o'tin yorishmi? Onasi? Yorish bo'lsa yoramizmi? Bo'pti. Jonga tegdi. Bu xotinchi shu o'tinni yorish kerakmi? Endi ko'rasan meni yorishni. Ha? Bo'ladi. Bo'ladi. Bu safar tosh bo'ldi. Buyoqqa oling boltani. Shuni ham bilmaysiz, shuni ham o'rgataymi? Qarang, o'rganing. Ko'raylik seni. Adasi. Adasi. Nima bo'ldi sizga? Turing. Nima bo'ldi? Adasi. Erto'yga bo'lmasa, xotin arra bo'lmaydi. Ariq bo'yi gul havaslarda, kelganmiz voydada. Ariq bo'yi gul